Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bundan keyingi vakti xayrlik bolsun. Ben dostumla Abdülaziz Beşto'raqdan İstanbul Zeytinburnu'ndaki uyemden sizlarga Allah'ınki cennet salamı bolgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu degan salamni qilgandan keyin qadrli qarindoshlar qo'limdagi bu Ali İzzet Bigovich'ninki Şərq bilen Garip arlıqıda İslam degan bu eserini birlikte kelgen yerimizden devam kılıp üyünüp mağımız canım dostlarım. Anda olsa diqqətinizə tədbiriyə sin dersleri Şərq bilen Garip arlıqıda İslam zihninlə əxlaq ve tarix, sənət ve tarix degan mavzularda bo'lsin, san'atkor va tajriba degan mavzularni birlikda o'rganib o'tamiz. Shunda qilib 5-bobni tugatgan bo'lamiz. 6-bob 223-bet drama va utopiya. Buningda g'oyibiy jamiyat degan mazmun bor ekan, qadrli qarindoshlar. Balkim u yerga o'tishimiz mumkin inshaalloh taolo. San'at va tarix. Kültür ma'lum ma'nidan aytganda zamandan ve tarixdan xoli bir hadis hisoblanadi. O egri to'qayliq bilan to'lgan bo'lib, do'lqinsimon shaklda mavjud bo'ladi. Biroq uning ne taraqqiyoti yo'q, ne tarixi yo'q. San'atda panda bo'lganga o'xshash ma'lumot, uchur yoki tajriba birikmisimi yo'q. İzahlaş gücünü terakkiyat neticesi süpütüde körgülü bulmaydı. Medeniyetinin taş devri ve atom devri var. Kültürde bolsa bundak bir terakkiyat mevcut bulmaydı. Taş kurallar devri medeniyet noktasının ilgilileş hesaplansa, san'at noktasının arkaga çekiniş hesaplanıdı. Konu taş kurallar devri san'ati, yeni taş kurallar san'atidan qancha ming yil ilgiri bulup duruqluq, onundan texmi güçlük ve texmo hakikidir. Şiir sanatı her yerde nesrini aldığın planga koydu. İnsanlar hikaye etişten ilgiri nakşa etişattı. Şiirinin ne tecrübege ne misalga ihtiyacı yok. Zamandan halilik, ahlak prensipleri de hatta dini talimatlarda mı mevcut. Her bir din dəstəbdə Çin ve sap buludu. Keyince tədbiq əsnasında bozulup gitdi. Bununla nurgun misallarını verip ütələyimiz. Bir xudalıqның en kadimi din ikənligiga dair nəziriyə mesela. Bu yekülle Andrew Lang ve Seçmiyadit, Konrad Prius qatarlıq ilim əhlilərinin tədqiqatlarından çıxırılğan. Bunundan bir kültür tarixinin ufkumu süpütüde ziddiyet peyda kıldığanlığı yekününü çıkaralayımız. Kültür ifadeleri muayyen tarihi devirde namayen buludu. Jacques Risler mındak deydi. Nil vadisinin tepilgan 4000 yoki 5000 yıllık kadimi Mısır kapartma ve heykellerinin hakiki kıymeti eserler tepilgan hamallı bilingen idi. Köplegen senetkar mazarlıklarının tamlarıdan, sızılgan kapartmalardan, lay, mermer ve altından yasalgan neps resimlerden ilham alıdı. Bu senet eserleri bazıda şundak sihirlik ve neps, bazıda intayin heybetlik, yine bazıda texmo çin, lekin simovulluk tüsü texmo az. Amerika kıtası bayqalğanda, medeniyet noktasının kadimi dünyağı seliştirganda 5000 yoki 6000 yıl arqıdı bulup, mis kurallar devrige texi yetmegen idi. H.G. Wells bunu deptiken. Biroq bu devir ölçümü Amerika senetiga texi yetmegen, Amerika senetiga kelmeydi. Amerika kıtasının en kadimi seneti boğan resim eserleri tepilgan, Bonampak'ta intayin güzel tam resimler mevcut. 1966 yılı Paris'te ötküzülgen Ferment
heykelçilik san'ati ko'rgazmasi medeniyetlik bulanmagan yüksek kültür hadisini haqiqiy tasvirlab berdi. Nihayeti nazik bo'lgan bu san'at hozirgacha sirpeti oshkorlanmay turmoqda. Tushundirguchi jadval hayajon beradigan chilliqdan boshlab en yüksek barok, yani bir xil qadimiy san'at uslubi zinnatlargacha bo'lgan saviyani ko'rsatib turdi. Bu san'atning kishini mahliya qiladigan jalb qilarlik uslubi bilan diniy markazlarni, piramida ustidagi ibodatxonalarni, zinnatlik haykalchilik asarlarni, resim bilan ifodalangan yiziqni va bu yiziqdagi raqamlarga munosabatlik cho'nqur ilmi bilan Petin ve Chiapas o'rmonlarida 4-asrda mukammel holda qandaq maydonga kelganligini hech kim izohlab berolmagan. Parij Ferment heykelçilik san'at ko'rgazmasida bir qancha güzel eser, yani heykel taraşlık deyish kerak aslında, güzel eser var bulup kapartmalar, qiya taşlık heykeller ve sün'i mermerlerden yasalgan ak renklik ve kadimi zamanlardan xuddi birer signal berdigandek ta'sir paydo qiladigan maskalar. Ferment heykelçilik san'atida, heykeltaraşlık san'atida bir-biriga asosan degudek zid ikki tarafni ushurtimiz. Birisi qapartmalarda mazar taşları, yana birisi boshlarga tabi uslub. Birinchisida bir muncha odatlardan tashkil topgan murosim san'ati ko'rildi. Bu xoldagi san'at turida intayin oddiy yasalgan boshlar bilan sun'iy mermerlerden yasalganlar zidlik mavjud. Bundan boshqa hem tragediya hem de sükunat ifoda qiladigan bundaq bir maska realligidan halqib o'tidi. Mushundaq turibmi resimdagi ko'rinadi. Intayin jonliq bo'lgan ve girotokyolarning barok uslubida yasalgan boshqa ikki bosh bu mislsiz güzel eserini texmo canlandırmakta. Nobel Resatxonasida ko'rgazmaga doir e'lon qilingan bir dokladdan elinibdi qadrli qarindoshlar. Netzi'nin qarashicha tragediyaning tug'ilishi Yunan tragediyasi san'atining haqiqiy yuksak pallasini namoyon qiladi. İnsan kültürünün en yüksek pellesi fakat elin kültürüde namoyon bo'ladi. Bu nima degan gap kendisimi? Marksizm bununla o'xshash qarashni ilgari surdi. Qadimiy davr san'at asarlari yetkili bo'lmaydigan o'lcham va misollardan tashkil topadi. Marks balkim qattiq hayajonlanib ketganlikdan o'z izohotining haqiqiy qimmatini tushunib yetolmagan bo'lsa kerak. Kültür medeniyetning ifodasi yoki uning ust qurilmasi emasmidi? Javob shundoq bo'lsa, undaqda qulluq tuzumdagi yetkili bo'lmaydigan misollar qayerdan keladi debdi. Hozirgi zaman şiirlerining hech biri Homerning yoki Yunan tragediya yozuvchilarining shuhratiga erishmaydi. Andrey Maurius debdi bu gapni. Hayron qolarligi san'at inson madaniyatining shapqida yuksak pallaga yetadi. Hegel qadimiy Yunanni falsafaning oltin davri deb ta'riflaydi. Robert Kyle bo'lsa mundaq deydi. Felsefe to'g'risida gap bo'lganda ko'pinchisiga o'xshash shu hukmga boraman. Felsefe Aflatundan keyin hech qanchalik ilgirlanmadi. Ilgirlanmaslik san'atning tabiatida bo'lmaganligidan mushundaq bo'lgan bo'lishi mumkin. Har vaqt shu ro'shan bo'lib keldiki, san'at hamisha yangidan boshlanadi. Chechironing axloq haqidagi yozganlari hozirgi kundami o'xshash faoliyat bo'lib turibliq, xizmatning tashkillanishi yoki davlatga doir fikrlari, tipik madaniyat temalari to'liq ma'nodan elib aytganda zamondan xoli bo'ladi. Nomsiz bir Rim yozuvchisining asari bo'lgan va boshqa masalalardan sirt urush qurollariga munosabat rasmlarni o'z ichiga olgan De Rubus Bellix urush qurollari nomli kitobining faqatla tarixiy qiymati bor. Seneca'nın Saadet haqida nomli kitobi bilan o'xshash davrga oid Vergilning she'rlari haqida yuqorqidek yakunni chiqarg'ili bo'lmaydi. Urush yoki bevosita uningdan qolgan sozlar
miladidin ilgili 3. əsrga təbə. 7 və 8 əsrlərdə şəkillənən və 4000-dən artıq liriklik şeirini öz içigə alğan Yapon antologiyası Manyoshi, yəni yupurmaqla günümüzdə dünya şiir sənətinin şah əsərləri qatarıdan hesablanıdı. 10-cu əsrdəla Avropa mədəniyyətinin dəstəbki yoki ən tümən basqıcı, yəni Russel, Avropa binakarlığı yuqarı pəlləyə yetib, mislisiz güzel əsərlərini barlıqqa keltirdi. Bunun izahatı tarixçilar 10-cu əsrini asasən digidək 7-ci əsrə oxşaşla cəhalət əsri dəb tərifləşidi. Yəni Avropadakılar. Avropanın deməkçi. Səbəbi 10-cu əsrini siyasi tarix və yazıq nöqtəsinin analiz qilishi idi. Ruskinning Sənət kitabı degan kitabını oxuğunumuzda fərqli təsirətə ega bo'lamiz. Dərvaqə 10-cu əsr təxmin qilinganning əksicə başqa əsərlərə oxşaşla parlaq və texnik nöqtəsinin ilğar əsərlərini barlıqqa keltirgan. Sənət əsərinin sani həqiqətən kişini heyrətdə qaldırdı. Kenneth Clark'nınki 1977 yılı nəşr qılan kitabının 34-cü betində bolsa kerak. İzahatı şundaq durubdu qadarlıq qarindaşlar. Bu heybətlik taş töpülüklər taxtay öylərinin kiçik yığıntısı içidən yüksəlgən idi. Clark'ın gibi ekan. Sofokles və Asçaylos'un tragediyalarını hər dövrə maslaşdırğılı buluşu mümkün. Faqat kiyim-keçəklərini özgərsizlə buladı. Evripid Troya ayollar haqqında qalam təvəllətgan idi. C.R. Sartermo oxşaş temi astida epizo yazgan. Demək, sənət sahasida bir-birindən 20 əsr fərq bilan yaşab ötgan iki sənətkar oxşaş əsərinin yazğıçılar bola alaydı. Bilimli bolsa bundaq işning bo'lishi qat'iy mumkin emas. Aristotelning fizikasi, Ptolemiyning astronomiyasi, Galenning meditsinasidan günümüzgacha nimalar yetib keladi? Russell Aristotelning bilim sohasida ikki kitobi, fizika va osmon haqida mundaq deydi. Bu ikki əsərinin bir cümlesi hazırki zaman bilim sahasida naiti təsdiqdə qabul qilinishi mumkin. Aristotel osmon haqida nomli əsərində ayning ostidagi narsalarning tug'ilishga va oxiri yo'q bo'lishiga mahkum bo'ladiganligini, ayning ustidagi har narsaning tug'ilmagan va vayron qilish mumkin bo'lmaydiganligini ilgari surdi. Yoki yer sharining tortish kuchini har jismning tabiiy yeri bilan o'tni elingan yeri mavjud bo'ladi. Taş tushganda tabiiy yerini, ya'ni yer yuzini ishg'ol qilishga yuzinadi degan jumlalar bilan izohlaydi. Acaba bu nazariyasining Newtonning nazariyasi bilan qanday munosabati bo'lsa debdi. San'at taraqqiy topmagan rayonlardan taraqqiy topgan rayonlarga qarab sayr qiladi. Yani şərqdən qərbə yoki cənubdan şimala qarab seyr qıldı. Bilim bolsa dəl əksici olub, narsalarning yüksək sürkülüş mərkəzidən tövən sürkülüş mərkəziga qarab hərəkət qılğınığa oxşaş şərq melodiyası, Hind xalq musiqisi, negerlarning naqşa usullari və oyunları, Okeaniya sənəti qərbə soxunub kirməkdə. Tanzaniyanın Makonda qabilesiga təbə nadan səhralıqla yasab çıxan özgücə heykellər dünyanı fəth qılmaqda. Bu nima gepkin desa, dünyanın ən tunulğan sənət körgəzmələri keyinki məzgillərdə Mekondi qabilesinin Darussalam rayonundakı insanlar yol boyu selingan kiçik addi öylər içində oturub, bütün iştiyaqı bilan yağaç uyuş arqali ro'yobga chiqargan qaltis əsərləri kişini məhliyə qıladigan əsərlər hesablanıdı. Bu sənətkarlar kişini heyran qaldırgan icadiyet qabiliyyətini cari qıldırıb, abozun, tropik bəlbağıda yetişidigan bir xil dərəx. Dərəxidən uyub çıxan resimləri də yaxşı bilən yaman, tuğuluş bilən ölüm, xuşallıq bilən qayğı, toqunuş bilən tinişlik arasındakı münasibətlərini təsvirləydi. Bütkül Tanzaniyaliklər
Mekondalik san'atkorlarning yuqori mahorati bilan vujudga keltirilgan nodir asarlariga qoyil bo'ladi. Buningdan sirt qabilaning qadimki sehrgarlarining qaltis hunar va kuchga egalligi bo'lishimi qabilaning hurmatga sazovor bo'lishidagi muhim omillarning biri deb izohat beribdi qadrli qarindoshlar. Dunyoning eng qaloq rayonlaridan biri bo'lgan Okeaniyaning san'ati Yevropa va Amerikaning ko'rgazma zallarida madaniyatlik rayonlarning asarlari qatoridan o'rin olmoqda. G'arb madaniyatining bu Çin san'atga taqobil turish kuchi yo'qdek turdi. Negirlarning san'ati zamonaviy Yevro-Amerika san'atining taraqqiyot yuzinishiga ta'sir ko'rsatgandan sirt, ma'lum ma'nodan g'arb san'atida inqilob xarakterlik harakatning manbasi bo'lgan Yevropa bilan Afrikani bilim, iqtisod, ilmiy va ijtimoiy tashkilot jihatda selishtirish mumkin emas deb optoskopning ichiga Ali Favre mundaq deydi. Pilchi qirg'idagi bir negirning maskasi bilan Sekistin chirkovining turusidagi tam rasmlar kishiga o'xshash ta'sir berdi. Efe shakllarning ruhi degan asarkan 1966-yili Dakarda o'tkazilgan xalqaro negirlar san'at festivali, ya'ni 39 davlat qatnashgan ekan, eng ilg'or kultur hodisasi hisoblanadi. Lekin qora qit'aning Afrika qit'asi sanoat yoki savdo yarmankilari balkim hech kimning diqqatini torta olmasligi mumkindir. Negirlar dunyo bilim va texnika jihatdan taraqqiy topmagan bo'lsa-mu, lekin san'at nuqtasidan taraqqiy qilmagan emas. Chunki san'at taraqqiy topgan va taraqqiy topmagan degan ufqumlarni e'tirof qilmaydi. Qora qit'a folklor, muzika, naqshi usul jihatdan haqiqiy ma'nodagi darajadan tashqari kuchdir. Eryanning Hindoneziyaliklarning yangi Ginaga bergan nomi, ya'ni Eryanning Eryan o'rmonlik rayonlari inson kültürünün tarixdan ilgirki davrga tava eng yaxshi saqlangan tabiiy muzey sifatida bilinadi. O mezgillarda madaniyatdan söz etishga baldurlik qiladi. Kültürünün ahvoli uchun bu chaqda 20 yildan ortiq yashagan missioner Depera bu savolga mundaq javob berdi. Bu ibtidoiy insonlarda güzellik tuyg'usi nihoyat taraqqiy qilgan. San'at asarlari kishini haqiqatan hayron qoldirdi. Bu haqda adabiyotmi bor bo'lib, lekin san'atning butkul inchik nuqtalari fikri va shakl molliqidan uzoq. Naydi nefs taş ve yağaç heykeller bilen intayin güzel resim, oyma eserleri ve küçük heykelleri var. Murakkep usulları da çonkur ma'na yoshirungan debdi. Pen ehlileri yalğız öz devriyle tava bolsa, şairler pütkül devrilerge tavadır. Ahlak ve tarih. Kültür nima uchun yashayman degan savolga munosabatlik o'zgarmas tim bo'lsa, madaniyat ehtiyojlarimizning ta'minlanish usulining to'xtovsiz olg'a ilgarilishiga munosabatlik. Birisi hayotning ma'nosi, yana birisi turmushning shakli masalasidir. Madaniyat izchil yuqoriga yamishayotgan liniya ustida sayr qiladi. O'tning bayqilishidan boshlab suv tugmini va tumur, yeziq, mashina, atom energiyasi va olam safarlarigacha kültür hamisha izlanadi, qaytadi va yangidan boshlanadi. Kültürning hamisi bo'lgan inson tipik kamchiliklari va fazilatlari bilan, gumonlari va xatoliklari bilan, ya'ni o'zini tashkil qilgan barliq narsalar bilan giralishib ketgan bo'ladi. Bu izchil va o'zgarmas bo'ladi. Ahlak günümüzdeki bütün müşkülat ve meseleler bilen 2000 yıldan köprek vaktin biri band bulup gelmekte. Kunze, Sokrat, Hazreti İsa, Muhammed Aleyhisselam, Kant, Tolstoy, Gandhi, Martin Buber, miladın ilgili 6. asırdan hazırgıça, Martin Buber 1906
65 alandan ötken depti. Yaşap ötken insaniyetning bu büyük zatları ömrü boyunca insaniyetke ahlakni teşvik kılgan ve ügetken. Ahlak hakikatleri, cemiyet tüzülmesi kaideleri yoki ishlab chiqarish usulidan farqlanib turgan bo'lib, ebedi hisoblanadi. Yani real dünyada her narsa ta'tir bo'ladi. O'zgarish iqtisodiy turmushning qonuniyati J.K. Galbraithning gibi ekan, qadrli qarindoshlar. Bunun sebebi tepishqoq tunji qatim yaratilganda, yani samadagi muqaddimada, yani insaniyat tarixiga muqaddim bo'lgan u harakatda qayd qilingan bo'lish edi. Aql, ta'lim tarbiya, tajriba qatorliqlar o'z oldiga ularni to'g'ri tushunishimizga yordam qilolmaydi. Hazreti İsa haqiqatlarni bu vaqtida jakalagan, o'limga hukm qilinganida bo'lsa, amdila 30 yoshdan oshgan edi. Allah ve insan haqidagi büyük haqiqatlarni insonlarga yetkizish uchun İsa'ga bilim ne tecrübe kerak bo'lmaydi. Çünkü mazkur haqiqatlarni bilim ve tecrübe orqali insonlarga yetkizish mumkin emas edi. Ular aqlliq ve ma'lumotlarga yushurun, sabiylariga ochiq oshkora emasmidi? İncil Luqadan ilinibdi. Ahlakның aslidagi talablari vaqt, makan ve ijtimoiy shart-sharoitlarning ta'siri ostida bo'lmaydi. İctimai ve siyasi tüzümler özgürlük seviyeleri, itiqad ve dini simovlarning xilma-xilligi bilan ahlaki prinsiplar dünya miqyosida hayron qolarlik darajada o'xshab ketadi. Bu degan nima gap kelsa, insonlar ba'zida Tangri haqida farqli qarashlarni ilgari surib baqsimi, lekin Tangrining o'zidan nimani talab qilganligini doim o'xshash shaklda tushunadi. Tolstoyning qarashicha deb gap qopti tirnoq ichiga. Ahlakның aslidagi talablari vaqt, makan ve ijtimoiy shart-sharoitlarning ta'siri ostida bo'lmaydi. Ijtimoiy ve siyasi tüzümler, özgürlük seviyeleri, itiqad ve dini simovlarning xilma-xilligi bilan ahlaki prinsiplar dünya miqyosida hayron qolarlik darajada o'xshab ketadi. Epiktet ve Mark Aurel biri qul, yani biri xon. Bular o'xshash axloqni asosan degudek o'xshash ifoda bilan o'rgatdi. Masalan, masalaga texmo inchlik bilan qaralganida yaxshilik bilan rezillik, halol bilan haromni tushunishdagi farqlar ahamiyatsiz xususlarda gavdalanadi. Axloq o'lchamlarining tarixiy va boshqa ahvollarga bog'liq ekanligini ko'rsatib berish uchun o'tirib qo'yilgan misollar axloqning asosiy prinsiplari bilan emas, faqatla shakl yoki harakat shakli bilan munosabatli bo'ladi. Eng muhim xususlarda bo'lsa, alohida moslashuvchanlik va o'zgarmaslik alohida gavdalanadi. Bu qarashimizni Kantning mashhur qat'iy buyruqlari bilan selishtirish orqali tadqiq qilib baqaymiz. Bu prinsipni Kant tunji qatim axloq metafizikasining barpo qilinishi nomli asrida mundaq izohlaydi. Her vaqt umumiy qonun bo'lishini orzu qilgan dasturga asosan harakat qilgan. Keyincha amaliy aqlning tanqidi nomli asrida shundoq harakat qilganki, irodaning dasturi har vaqt umumiy qonun chiqarish huquqining prinsipi bo'lsin. Bu prinsipni eng qadimiy mutafakkirlarda uchratqili bo'ladi. 7 danishmand kishidan biri bo'lgan Thales milodidan ilgari 624-yil tug'ilgan. Eng adolatli yashash shakli qaysi degan savolga boshqalarning ish harakatlarida ko'rilgan yoqimsiz ishlarni qilmaslik deb bergan. Mitilenlik Pitagos uni 7 danishmand kishidan birisi o'xshash qarashni bunday ifodalaydi. Başqalarının tədqiq qilgan narsadan qat'iy uzoq turishing kerak. Taxminan Hazreti İsa davrida Falastinda yashab o'tgan Yahudi mutafakkur Hillel dinni yig'inchoqlab izohlashni talab qilgan bir fursatparastga mundoq javob bergan ekan. O'zingga ravo ko'rmagan ishni boshqalarga ravo ko'rma. Ya'ni Tavratda mazkur ifodaning boshqa barliq bayonlar faqat sharhidan iborat. Babil Talmudu
sabbat qismidan ilingan ekan. Yani bunu men izohlabdim. Bu yerda necha misol berayli. Haqiqatni dadillik bilan o'ltirib qo'ygan, nafratni besiq turgan, kamtar va oddiy sodda bo'lgin. Boshqalarni o'zing bilan teng ko'rgin. Barobarlikka ahamiyat ber. Erkinlik uchun g'ayrat qilgin. Öz haq huquqingni, boshqalarning haq huquqini qo'g'digin. Rizqini o'zing ishlab topgin. Boshqalarning xizmatini qadrligin. Ata-onangni va cho'nglarni hurmat qilgin. Va'dalaringni ishga oshirgin. Ojizlarni asragin. İnsanlar bilan yaxshi munosabat o'rnatgin. Boshqalarning beshiga kelgan baloyi qazo va muvaffaqiyatsizlikdan suyunma. Saadet ve muvaffaqiyatlarga hasad qilma, takabburlik qilma, mag'rur yuyma. Beshinga kelgan musibatlarga sabr qilgin. Küçüklerge boyun egib yaloqchilik qilmagin. Acizlarni bozak qilma, insanlarning rengi, boyligi ve nasibiga asosan muomala qilma. Öz aldınğa müstakil qarışın bo'lsin. Her narsada mo'dadil bo'lgin, shaxsiyatchi bo'lmagin qatorliqlar. Qani yuqorqilarning nisbiy ishkanligi va sharoit yoki iqtisodiy qurilmaga asosan o'zgarganligini ilgari surgili bo'ladi, debdi ustoz. Ko'zimga o'xshash narsani ta'kidlagan. O'zimga ravo ko'rmagan narsani boshqalarga ravo ko'rmayman. Lonyu Konzu'nun ideya ve nutukları. Bu prinsipni en ochiq şekilde ifade qilgan zat Hazreti İsa idi. Başqalar sizga ravo ko'rgan narsani sizmi ularga ravo ko'ring. Metta İncil'den Luqa'da bakan bu gap. Bu qat'iy buyruqning yuqorida qayd qilingandek qisqacha tarixi shuni ko'rsatib turdi-ki, axloqning bu asosli prinsipining amaliyotda tarixi yo'q. Bu yerda o'zgargan faqat ifoda shakli bo'lib, asosiy har vaqt o'xshash bo'lib kelgan. Kültürü yuksak, madaniyati ibtidoiy bo'lgan Hindistonning vaqtdan xoli, tarixdan xoli ekanligini taxmin qilish uncha qiyin bo'lmasa kerak. Her qadamda meydon kelgan asarlar zich bir turmush shakliga, ruhiy dunyoga, nurg'un va tarixsiz hayotga dalolat qiladi. Meditatsiya, tafakkur vositasi orqali sirlarga ega bo'ladi. Tabiat ustidagi quvvatga erishgili bo'lmaydi. Dunyoni qat'iy o'zgartgili bo'lmaydi. Buddizm ijtimoiy tuzum bo'lmasdan axloqiy tuzumdir. Faqat shaxsiy ma'naviy dunyo axloqiy yuksakligini tonuydi. Hindiston Tao Panishadlar davridan tortib birilan masalalar bilan, ya'ni insonning koinotdagi o'rdi bilan band bo'lib kelgan merki iliyadi. Acayip büyüklük ve müstehkemlik içinde piramida şeklinde qad götürüp turgan Hind derize tüzümü vaqtning, cemiyetning, tarixning inkarını mazmun qiladi. Lekin ruhiy dunyoga yoki samoga yuzlangan olamda sirtki haqiqat, daqiqiy, yani bu yerde xiyoliy ma'nosida keladi debdi. Dunyoda bo'lib o'tganlarga qat'iy aralashmasdan uzun muddat puttirab turadigan edi. Debdi qadrli qarindoshlar. San'atkor va tajriba degan mazmunni o'rgangandan keyin bugungi darsimiz mishada tugaydi qadrli qarindoshlar. Inshaalloh 18-darsga tayyorlik qilamiz. Aytilatib. San'atkor va tajriba. San'atning hayotida tədrici mükemmelliki qandaq urun bo'lmagan bo'lsa, san'atkorning hayotidami shundoq. Her bir san'atkor yangidan boshlaydi va uningdan ilgari xuddi hech kim biror asar vujudga chiqarmagandek g'ayrat qiladi. Ya'ni boshqasining tajribasidan emas, o'z tajribasidan foydalanadi.
başqalarının təcrübəsindən faydalanış, təcrübənin izchilligi və cuğlanması bilimnin şərtlərindən hesablanır. Sənətdə bolsa yad təcrübələrdən faydalanış, təqlid, təkrarlaş, akademik olub qalır. Yəni sənətinin ölümü digərlik болады. Picasso 70 yıl rəssamlıq qılğan olub, rəssamlıq qilish jarayonida kubistik, yeni stilolog təsir iqimi, reallıqçılıq və yeni realçılıq dövrlərini başdan keçirgan. Biroq o bu tədrici tərəqqiyat naçardan yaxşığa, mükəmməllikdən texnik mükəmməllik yüzləngan tərəqqiyatını göstərməydi. Barlıq kültürə oxşaş, bunun da davamlıq izdiniş mühim orunda turdu. Sənətinin icadətçiliyi, təcrübədən xaliliyi, vaxtdan xaliliyi, qatarlıq insan xarakteriga münasibətlik, heyran qalarlıq bəzi reallıqlar mövcud. Məsələn, çoğlar üçün pən qandaq bolğan bolsa, kiçiklər üçün şundaq. Pənni düşünüş və arqadan üstün analiz qilish, faydalanış və tətbiqlash üçün hüküm çıxırış, ilim təhsil qilishqa başqa və təcrübəyə bağlıq, amma çoğlar və kiçiklər üçün ayrım muzika yox. Bax, Murad, Beethoven, Debussy köpünün əsərləri üstündə elib barılğan tədqiqatlardan şunu görülüşqə buludu ki, balalar xudu çoğunlağı oxşaşlı mürəkkəb muzikalarını ya düşünür ya düşənməydi. Beethoven'ın 32. sənət məcmuəsi həm oxuculara, həm də ən usta realçıların muvafiq kilidir. Picasso 2 yaşda, yəni tili çıxmayan yaşda resim sızışını başlayan idi. Ovid təntüşlərinin aran tili çıxan məzgildə heksametr və vəzini bu işdə gəp qılatdı. Mozart 6 yaşa kirgəndə konsert bilətdi. Sənət bilmigi tayanmasdan idrakqa tayındı. Sənət bilimgi tayanmasdan idrakqa tayındı. Əqil və ilim təhsil qilish arqılıq emas, köngül, söygü və ruh bilən boludu. Bəzi səhralıqlar işlərini tügügən haman qoluğa yağac elib heykel yasaydı. Bunu qilish üçün məktəbki berişkə hacət qalmaydı. Şunu deməkçimən ki, sənətinin işki həm adamga oçuq. Şəxsi mənfəətgə yoki məktəbgə kerak qalmaydı. Məlum mənada aytqanda həmmə adam sənətçidir. Mozart 6 yaş kirgəndə konsert bilətdi. Sənət bilimə dayanmasdan idrak tayındı. Əqil və ilim təhsil qilish arqılıq emas, köngül, söygü və ruh bilən buludu. Bəzi səhralıqlar işləri tügügən haman qoluğa yağac elib heykel yasaydı. Bunu qilish üçün məktəbki berişkə hacət qalmaydı. Şunu deməkçimən ki, sənətinin işki həm adamga oçuq. Şəxsi qabiliyyətgə yoki məktəbgə kerak qalmaydı. Məlum mənada aytqanda həmmə adam sənətçidir depdigan fransız rəssam Jean Dubuffet. Bu ahval bizga Tolstoyni və onun Polşadakı məktəbini əsli tutur. Bu yerdə Tolstoy çonqur dini və əxlaqi həqiqətlərini balalara düşündürətdi. Onun sənət, dini və əxlaqi aql və mantiq bilən münasibəti yox bulub, tamamen ruhi dünya münasibətdir. Yəni ki, bu yerdə aqılga emas, köngül bilən ruh, ulağı oxşaş, yəni ki, bu yerdə aqılga emas, köngül bilən ruh, ulağı oxşaş başqa bir
ko'ngil va ruhga duch kelgan edi. Yuqorida qayd qilingan qarashlar kültürning taraqqiyoti haqidagi klassik başqa bir ko'ngil va ruhga duch kelgan edi. Yuqorida qayd qilingan qarashlar kültürning taraqqiyoti haqidagi klassik qarashlarimizni inkor qiladi. Kültürde tarix yo'q. İnsan bo'lsa dünya taraqqiyotining o'zgarmas bir qismi. Yuqorida qayd qilingan qarashlar kültürning taraqqiyoti haqidagi klassik qarashlarimizni inkor qiladi. Kültürde tarix yo'q. İnsan bo'lsa dünya taraqqiyotining o'zgarmas bir qismi debdi qadrli qarindoshlar. Bu kitapta Ali İzzet merhumunun bu kitabı Ali İzzet yeni bir görmüşün demekçi Şərq bilen G'arib arasında İslam Uyghur tercüme merkezlerinden neşr kılınan kitapken qadrli qarindoshlar shuningki 5. babını tugatdik. İnşallah 6. bab drama ve utopiya degan babken qadrli qarindoshlar bundan biz g'oyibiy jamiyat degan temini 18. sınıf dersimizden başlap birlikte kirib ketimiz qadrli qarindoshlar. Anda olsa ko'ngil qo'yib anglag'an shu rahmat. Yeni bir ders bo'g'ichi Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli qarindoshlar.